Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xəbərlər xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Xitoy xalq torunu 2 ayının 27 gündəki xəbərdə bildirilishicha, Xitoy hökuməti bu ayının 26 günü 2024 yıllık atalmış Şinjan rayonunda çoğ turlarını planlash və umumlaştırışı ötküzgən. Xitoy hökuməti yığın jarayonida bu yil Sharq Turkiston rayonida qiymati 5 million yuandan aşadigan 3900 xildan ortiq yangi tur plani e'lon qilgan bo'lib, bu turga selinadigan umumiy mablag' 2 trillion 200 milliard yuan ekan. Dastlabki qadamda planlangan mablag' 60 milliard yuandan oshadi ekan. Buning ichida 72 abida xarakterlik cho'ng turga selinadigan umumiy mablag' 318 milliard 400 million yuan. Yillik planlangan mablag' 81 milliard 200 million yuandan oshadi ekan. Bu turlarning ba'zilari tuvandikicha. Birinchi, bu turlarning ichida Qashqar rayonida 660 ming kilovatlik darajadan tashqari ko'mirni yiqiliq qiladigan elektr stansiyadan ikkisi bor bo'lib, bu qurilish bitgandan keyin Qashqar rayonidagi 750 kilovoltlik tarmoq punktiga qo'yilish planlangan bo'lib, bu qurilish maxsus temir yo'l va isinish astarlarini qayta qurish bilan bir vaqt yo'l qo'yildi ekan. Bu turning umumiy mablag'i 6 milliard 300 million yuan bo'ldi ekan. Ikkinchi, Tangritog'ning shimolidagi Qumul rayonida 6 million 700 ming kilovatlik yangi energiya turi bor bo'lib, bu turga selingan umumiy mablag' 29 milliard 500 million yuan bo'ldi ekan. Bu qurilish yo'l qo'yilgandan keyin 4 million 800 ming tonnadan ortiq ko'mirni tejab qoldi ekan. Uchinchi, Bugun naysida qurilmoqchi bo'lgan yillik hisob mahsulot miqdori 100 ming tonna bo'lgan yuqori hisoblikdagi ko'p qutbli yerim o'tkazgich material yasash turi boshlangan. Bu turga jami 7 milliard yuan mablag' selingan. Bu material yuqori hisoblikdagi ko'p qutbli yerim o'tkazgich material bo'lib, quyosh energiyasi batareyasi yasashga ishlatildi ekan. 4. Aqsuda OSP texnikasi yangi material turi rasmiy qurilishga boshlangan bo'lib, bu turning umumiy mablag' summasi 560 million yuan bo'lgan. Bu tur ishlab chiqarish kirishtirilgandan keyin yillik mahsulot qiymati 500 million yuan yetadi ekan. OSP bir xil berikma yog'och bo'lib, bu xil taqday kichik diametrlik yog'och xom ashyosidan yasalgan bo'lib, bu mahsulot uy jihozlari yasashda keng ko'lamda ishlatilgan. 5. Kuchar alar Maral 5 750 kilovoltlik tok yetkazish va o'zgartirish turi boshlangan bo'lib, bu tur Aqsu viloyatining Kuchar noyisidan boshlanib, Qashqar rayonining Maral 5 noyisida oxirlashadi ekan. Bu yangi 750 kilovoltlik tarmoq punktining umumiy liniyasining uzunligi 485 kilometr. Umumiy mablag'i 3 milliard 400 million yuan yetadi ekan. Beijing Xalq Gazetorining 2 ayının 28 gündəki xəbərdə deyilishicha, Xitoy hökuməti atalmış Şinjandakı chet eldən qaytib kelgan vakillar va chet eldə yaşayotgan kishilarning urug' tuqqanlari bilan atalmış Xitoy Federatsiyasi 8 navbatlik 3 umumiy yig'in chaqirib, 2023 yillik xizmatlarni xulosa qilib doklad bergan. Chet elda yashaydigan Xitoylarning vakillari va ularning oila tavobatlari atalmış Şinjan Abnum rayonluq partiya komiteti yig'inining ro'yiga asosan 2024 yildagi yangi xizmat vazifalarini topshirib bergan. Yig'inda mundaq ko'rsatilgan: 2024 yılı chet eldagi Xitoy Federatsiyasi partiyaning yangi davrdagi Şinjanni boshqarish strategiyasini to'liq yo'l qo'yib, Xitoy jamiyatining asosliq ong liniyasini shakllantirishga ahamiyat berib, chet eldagi Xitoy tashviqot vositalari orqali Jo'ngxa so'ygisi, Şinjan hikoyasi va Go'zal Şinjan qatorliq tashviqotlarning kuchli qanot yaydirib, iqtisodiy taraqqiy qilgan chet ellik savdogarlar va korxonachilar bilan bo'lgan hamkorlikni texnik kuchaytirish, Xitoyning chet eldagi ta'sirini keng qanot yaydirish kerak ekanligini bildirgan. Yığın axırda 2024 yılının Xitoyning 14 5 yillik planining umumyuzlik tamomlanishidagi halqaliq bir yil ekanligi ta'kidlanib, atalmış Şinjan xizmatining umumiy nishoniga qattiq ahamiyat berib, bu rayonni Xitoycha uslubda qurib chiqish uchun bo'shashmasdan aloqalash haqida bir qator yo'l yo'riqlar berilgan. Yana undan boshqa chet elda yashayotgan Xitoylarning aktiv xizmat ko'rsatish kerakligi alohida ta'kidlangan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.